Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Bugungi videoda biz Iminni hozirgi bozorning holati, qanday daromad qilish yo'llari hozirda aktualni va qiziq altcoinlar haqida gaplashamiz. Ya'ni qaysi altcoinlar hozirgi paytda potensial va qachon kirish va qachon daromadni olib chiqib ketish. Do'stlar, oxirgi bull run 2021-yil oxirida bo'lgandi va 2022-yil boshida. Bull run har 4 yilda kelishini hisobga oladigan bo'lsak, Iminni hozirgi qish payti bull run kelishi ehtimoli bor. Bull run nima o'zi? Bull run kripto bozorining o'sish payti va Iminni mana shu payti juda yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Va bunday daromadlar hech qayerda yo'q. Даже bu uy sotib olib qo'ysangiz ham, mashina sotib olib arendaga bersangiz ham, hozirgi mana bu bozordagi yoki atrofingizdagi любой investitsiya qiladigan, misol uchun aktiv bo'lsa, kripto undan ham ko'proq daromad beradi. Buni juda yaxshi bilasiz. Kelinglar sразу ko'rib o'tamiz. Bozor nega oxirgi bir oyda juda yaxshigina tushib ketdi. Bitcoin $91,000 hozir. Ko'rishingiz mumkin. Va mana bu yerda $83,000gacha ham tushdi. $83,000da do'stlar, bizda mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. 83, 84, 85da noyabrdan beri yaxshi support bor, lekin undan oldin bir 70, to есть 80 mingga ham bir tushib chiqdi. Va Iminni mana shu payt men aytgandim. To есть Binance asoschisi Sizini qo'ygan tweeti bor edi. U bilasizlar, uncha-munchaga tweet qo'ymaydi va tweet qo'ysa ham aniq narsalarni gapirib qo'yadi va uni gapi ko'pincha to'g'ri keladi. Chunki u anchagina oldin bozorga kirgan odam, eng katta birja asoschisi, eng birinchi birjalardan asoschisi, ya'ni Binancening asoschisi. Bu odam ko'p narsani biladi va uning gaplarini qilib yaxshigina daromad o'zim ham ko'pgina vaqt ko'p marta qilganman. To есть fundamental analiz asosida 81 mingga 80 mingga tushdi va u aytgandi, Bitcoinni 79 mingdan endi pastda ko'rmaysizlar va undan keyingi narx $985,000ga chiqadi degandi. Do'stlar, Bitcoinni 1 millionga chiqishi aniq, Xudo xohlasa, lekin bu вопрос времени. O'zini vaqti kelsa 1 millionga ham chiqadi. Mana bu yerda 80 mingda yaxshi support bor, lekin undan tashqari mana bu 83 mingda ham support bor. Men bu haqida 5-noyabr kuni Bitcoin $100,000 undan atrofida, ya'ni to есть $110,000 atroflarida aytgan edim. To есть Bitcoinda mana tushib ketish xavfi bor 100 mingdan tushsa va 100 mingdan tushgandan keyin eng kamida 1,5-2 oy biz mana shunday ssenariyni ko'ramiz. Ya'ni qaytib 100 mingga chiqmaydi va undan 122 mingdan yuqori natija ko'rsatmaydi. Bu eng kamida 1,5-2 oy. Men aytganimga ham уже to есть mana bu yerda 100 mingdan tushib ketganiga ham уже deyarli 3 hafta bo'lib qoldi. Yana biz примерно 1 oy yoki yana 3 hafta mana shunday 90, 95 atrofida, 85 atrofida narx ko'ramiz. Va mana o'zimning Telegram kanalimda do'stlar 5-noyabr kuni mana men bu haqida aytgandim. Bitcoin Iminni mana shu payt 100 minglik payt aytgandim. Instagramda esa undan ham oldin aytgandim. Massiv likvidatsiya boshlandi. Mening shu ikkita anaqam bor. Agar Bitcoin 100 mingdan tushib ketsa, yana 1,5-2 oy bozor tushadi. Va xuddi shunday bo'layapti ham. 100 mingdan tushdi va 100 mingdan qaytib chiqqanini biz ko'rganimiz yo'q. Ikkinchi anaqam esa depozitni 10% bilan kiraman, kirdim va hozir yana ham kiraman, chunki hozir juda ham yaxshi payt, $80,000 tushgan payt ham kirgandim. Va sizlarda savol tug'ilishi mumkin, ba'zilaringizda qaysi aktivlarni olish kerak. Va Iminda bozor eng quyiga tushgan payt men o'zimning signal kanalimda do'stlar, mana bu yerda yaxshigina kriptovalyutalarga signal bergandim. Bozor eng zo'r tushgan payti va hozirgacha уже 20-15% dan boshlab daromad berdi. 29-noyabr kuni bergan bo'lsam bu signalni, bugun 3-dekabr, 4 kun ichida 20% juda spotni o'zidan juda risk kam hisobida juda yaxshi daromad hisoblanadi do'stlar. Umuman bozorning o'zini holati hozir ham yomon emas. Mana hozir aytganimdek, 24 soatning ichida men aytgan kriptovalyutalarning ba'zilari shu
15% dan 20% dan oshiq daromad berib bo'ldi. Lekin aytganimdan buyon esa 24 soat ichida emas, ancha daromad berdi. То есть 20% dan ham oshdi. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, o'zingiz hisoblab oling. Men bu chartlarni ochib, mana shu anaqalarni va men signal kanalimga bugun erta bundan ham yaxshiroq signallar beraman. Chunki hozirda trendga chiqayotgan bir ikkita то есть qisqacha qilib aytadigan bo'lsam temalar bor va именно o'sha temalarni men signal qilib beraman va ular eng kamida 100-200% dan boshlab daromad berishi aniq. То есть signal kanalida hozir bor odamlarni tabriklayman, chunki siz yaqinda yaxshigina daromad qilasiz. Faqatgina spotni o'zidan ham, futuresni o'zidan har kuni yaxshigina daromadlar qilyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda 70%, 40, 63, 171%, 273% va bunday daromadlar juda ko'p do'stlar. Faqatgina shu bu daromadlar mana bular futuresni o'zidan 106%, spotni o'zidan esa hozir aytganimdek eng kamida 15-20% dan boshlab to'rtinchi daromad qildik va ertandan bundan ham yaxshiroq signal beraman. Bu proyektlar nimaga bog'liq deb so'raydigan bo'lsangiz, proyektlarning asosiy qismi AI, lekin 100% AI emas. Hozir AI boshqa potensialroq kompaniya, to есть proyektlar bilan kollaboratsiya qilyapti. To'g'ri, AI mavzusi sal eskirdi do'stlar, bunday olib qarasangiz, chunki hozir har xil AIlar chiqib ketdi, odamlar AIlarni просто video yasash deb o'ylayapti. Shunga kerak deb o'ylayapti. Yo'q, AI o'zi unaqa narsa emas, texnologiyaning tegi вообще boshqa. Va ba'zi proyektlar, которые yaqin kunda 100-200% daromad beradigan, u proyektlar boshqa, to есть AIni faqatgina video emas, boshqa juda ham foydali bo'ladigan taraflariga shu proyektlar bilan kollaboratsiya qilyapti va u proyektlarga hozirning o'zida 5-6 venturli fondlar interes qilib turibdi. Agar u venturli fondlar har doimgi qiladigan investitsiyasidan 50% kam investitsiya qilsa ham, to есть yarmini qilsa ham, bu degani narx eng kamida 100-150% oshadi degani. Chunki u proyektlarning hozirda market capi juda ham kichkina. Va imенно mana shunday analizlarning hisobiga men 3-4 ta proyekt topib qo'yganman. Ertaga xudo xolasa yana 2-3 ta topishga harakat qilaman. Agar chiqmasa, ertadan sirazi signal kanaliga beraman. Va bozorda hozir holat shunaqa do'stlar. Aytganimdek, yana 3 haftadan 1,5 oygacha, shu 1,5 oy emas, 3 haftadan 5 haftagacha bozorni primerno shunaqa paytda ko'ramiz, shunaqa holatda ko'ramiz. Va hozirda asosiy qilinadigan narsa do'stlar, sizlarga boyaga tokenlarni olib qo'yishni, to есть finansiy maslahat emas. Qanday daromad qilish kerak degan bo'lsangiz, hozirda eng yaxshi daromadlar do'stlar whitelistlarda, airdroplarda, futuresda va mana bu berayotgan proyektlarimni spotda bo'ladi. Sizlar whitelist haqida bilmasalaringiz, tekin darslar bor Telegram kanalimda, kiringlar. Bio'da misol uchun mana bitta ko'rsangiz bo'ladi, hozir ko'rsataman. Profil anaqamda Telegramda mana sayt. Mana shu saytga kirsangizlar, mana bu yerda tekin darsliklar bor do'stlar. O'zingizning emailingizga kirib o'tasiz va mana ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, kiring, o'rganing, tushuning va o'zimning akkauntimga kirishim kerak ekan. Va do'stlar, o'rganing. Bilimni hech qanaqa imенно mana shu yangi sohalar bo'yicha zarari yo'q. Whitelist, airdroplar nima deydigan bo'lsangiz, Telegram kanalimni kuzatib chiqing. Men u yerda hammasi haqida ma'lumot berganman. Agar sizga chuqurroq prям shu sohaga kirib, aniq daromad qilaman deydigan maqsadingiz bo'lsa, do'stlar, eng yaxshisi yo signal kanalimga kirib yoki kursni sotib olganingiz yaxshi. Chunki tushuntiraman do'stlar. Nega? Siz hozir o'zingizni misol uchun 100, 200, 300, 400 dollar pulingizni shunchaki bozorga kirib, tushunmasdan qaysi token olib yo'qotganingizdan ko'ra, to есть u pulni yo'qotib qo'ysangiz, по-любому tushunmaysiz nimaga yo'qotganingizni. Undan ko'ra bizning misol uchun signal kanalida ham, kursda ham mentorlar bor, tushuntiradi, o'rgatadi, texnik yordam bor, nimaga xatoni qildim, nimaga bunaqa bo'lyapti, nega tashlanyapti, hammasi haqida ma'lumot beradi va darslar ham bo'ladi. Siz ham o'zingizning pulingizga
bilim sotib olasiz, ham signal sotib olasiz va ham daromad qilasiz do'stlar. Shuning uchun har doim o'rganish zarar qilmaydi. Agar umuman depozitingiz yo'q bo'lsa, misol uchun depoziti borlarga do'stlar tavsiya qilaman, signal qilaverib kiring, daromadingiz keskin oshadi. Oshishi aniq. O'zingiz qilaman desangiz, aytganimdek, ancha qiynalasiz va depozitingizni yo'qotish именно hozirgi bozor paytida. Hozir bozor do'stlar unaqa chartga kirib, texnik analizga uncha ishlamaydi, chunki manipulyatsiya juda ko'p. Mani o'zim ham hozir texnik analizni juda kam qilyapman. Oldin ko'p qilardim. Bozor predictable edi oldin. Hozir unaqa bozor payti emas va eng yaxshi сделкalarimni faqat o'zim shu signal kanaliga beraman. Asosan signal kanaldagilar bilan stabil daromad qilib kelmoqdamiz. Signal kanalda do'stlar o'zimizning strategiyamiz bor. O strategiyani kirgan har bitta odamga o'rgatamiz va o'sha strategiya orqali kichik stabil daromadga chiqsa bo'ladi. Buni biz misol uchun 3 yil bo'lsa, 3 yildan beri ochilgan bo'lsa, 3 yildan beri shu bilan ishlab kelmoqdamiz va 3 yil oldin ochilgan odamlar deyarli hozir ham bor. Va do'stlar, bozor haqida qisqacha ma'lumot berdim. Ehtiyot bo'linglar. Sizlarga har xil proyektlarga kirmanglar, o'zlaringiz bilib bilmasdan va hammaga bu hafta daromad va omad